Assalomu alaykum Infaji YouTube kanali ko'ruvchilari. Aravand rayonida Chikalov ko'chasida mana bu domning birinchi qavatidagi kvartira sotiladi. Bu domimiz Aravand rayonidagi hokimiyatning ro'parasidagi Belek kinoteatrining orqa tomonidagi mana bu sotni orqa tomonida joylashgan. Bu domimizning sahnasi bor. Hozir ichkariga kirib, barchasini sizlarga batafsil ko'rsatib o'tamiz. Mana kirganda sahnasi bor. Bu yerda zeleniy zona. Chiroyli qilib gullarni o'stirib qo'yibdi. Uyni oldi tomoni esa mana bunday qilib ayvon qilingan. Yozda bemalol salqinda o'tirsangiz bo'ladi. Hozir ichkariga kirib, barchasini sizlarga batafsil ko'rsatib o'tamiz. O'ng tomonga kirganda boloxona. Boloxonamiz ikki xonadan iborat. Bu yerda bolalar uchun alohida dushovoy xonasi bor. Bu tomondagi xonalarni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda prixoshka, bu yerda esa alohida dushovoy bor. Devorlariga aboy yopishtirilgan. Patologlar natijnoy patologdan qilingan. Bu yerda yana bir xonasi bor. Devorlari mana ko'rib turganlardek sifatli bo'lgan aboylar yopishtirilgan. Patologlar esa natijnoy patologdan qilingan. Derazalari plastik. Eshiklari firmenniy. Bu yerda yana bir alohida bir xonasi bor. Bu yerdan yana alohida bir katta verandaga chiqisi bo'ladi. Derazalar mana plastikdan yasalgan. Bu yerdan yana bir mehmonxonaga kirsangiz bo'ladi. Kattaroq zal. Sahnaning chap tomonida zeleniy zona, ortida esa bu yerda letniy kuxnyasi bor. Ikkita o'chog'i bor. Bu tomonida hojatxona. Bu yerda vodoprovodniy suv ham bor. Bu domda lokatsiyasi juda zo'r joyda joylashgan. Aravand sentrida. Bu yerda bog'cha bir devor, ro'parada hokimiyat, bu tomonda Navoiy maktab, bu tomonda esa Habib Abdullayev maktab. Maktablarga juda ham yaqin joy, bozorga ham juda ham yaqin joy. Domda hujjatlarda hech qanaqa muammosi yo'q. Bahosiga keladigan bo'lsak, 6,5 million so'm sotib olish uchun yoki to'liq ma'lumotga ega bo'laman desangiz, ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Agarda sizlar Infoaja YouTube kanaliga reklama bermoqchi bo'lsangiz yoki reklamaga chiqmagan uylar, cheklar yoki domlarda sotmoqchi bo'lsangiz yoki bez reklama uylaringizni sotmoqchi bo'lsangiz 0554 28 21 23 telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bizda reklamaga chiqmagan uylar, cheklar hamda domlar bor. Bemalol yuqorida aytib o'tgan telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.